Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. 10 mingta bo'lganimiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Sizlarga katta rahmat, qo'llab-quvvatlab ishonganlaringiz uchun. Xullas, mana bu pechkachani bugun bitirgandim. Videosini ko'rgan bo'lsanglar kerak, ko'rmaganlar bundan oldingi videoni ko'rsa, batafsil buni yasalish jarayonini ham qo'yib o'tib ketganman. Hozir sizlarga yana bir ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'sh, buni o'zi trubadan bo'lgan 600 lik zanglamaydigan qalin stenkaligidan, biqinlari esa konteynerni polidan 4 stenkali listdan bo'lyapti. Ustiga choyning hamma narsa qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana ichiga ham qalin uchli list qo'yilgan. Alov yonadigan joyiga akkuratni qilib drill bilan teshilgan. Xo'sh, buni fasoni o'zi antiqa bo'lyapti. Ochilib yopilishlarini ham mana ko'rishlaringiz mumkin. Havo oladigan joylari ham bor. Mana bu kulxonasi вообще отдельный tema bo'lyapti mana. Pastga tushiramiz, ochiladi mana. Tepaga ko'tarib qo'ysa yopiladi. Bunda ham havo oladigan joylari qo'yilgan. Xullas mana bunaqa shaklda qilingan. Hech qanaqa qo'qondoz, lapotka va shunaqa narsalar ishlatmaysizlar. O'zida tushgan kulini olib bemalol olib borib to'kasizlar. Yana qaytarib joyiga qo'yib qo'yish ham mana juda oson. Tepaga ko'tarib qo'ydinglar, o'sha o'zini dumaloq avvalni formasini yo'qotgani yo'q. Orqasidan dutun chiqadigan joyi bor. Xullas, bu pechkani narxi 900 ming so'm. Kimga mana shunaqa baquvvat, sifatli, antiqa pechkalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xullas, kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yoqqan bo'lsa, like, podpiska, obuna bo'lib qo'yasizlar.